davlat rahbarini Fransiyaga tashrifini bugungi kunni realliklari bilan baholaganda tabiiy, tarixiy deb baholash juda ham o'rinli bo'ladi. Umuman O'zbekiston bilan Fransiyani munosabatlarini agar uzoq tarixga borib qaraydigan bo'lsak, Fransiya imperatorlari Markaziy Osiyodagi shu Amir Temur davlati, ya'ni Amir Temur bilan aloqalarini mana shunday muhim ahamiyatga ega ekanligiga tarix sahifalari ko'p ko'rsatadi va bugungi kundagi O'zbekiston Fransiya munosabatlarini ham ana o'sha tarixiy davlatchilik munosabatlari kontekstida ko'rilishi juda ham muhim. Lekin bugun dunyodagi katta bir geosiyosiy silkinishlar davri, juda murakkab bir aloqalar, davlatlararo munosabatlarda ishonch tanqisligi yuzaga kelayotgan bir paytda mana shu uzoq tarixiy davlatchilik munosabatlarimizga borib taqaladigan aloqalar yana tiklanyapti. O'zbekiston va Fransiya orasidagi strategik sheriklik to'g'risidagi kelishuv yaqqol bunga dalil. Bugungi murakkab sharoitda iqtisodiy munosabatlar, siyosiy munosabatlarda o'sha o'lchovlar tezlik bilan o'zgarayotgan bir davrda Yevropa uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Fransiyadagi davlat o'zi uchun strategik sherik sifatida Markaziy Osiyo mintaqasidagi muhim o'z so'ziga ega bo'lgan, o'z qarashlariga ega bo'lgan va butun jahon hamjamiyatida o'z manfaatlari uchun harakat qilish qudratiga ega bo'lgan O'zbekistondek davlat bilan aloqaga kirishishi Fransiya uchun ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Ko'rib turibmiz, mana bugungi murakkab aloqalar davrida Fransiya Yevropa manfaatlari uchun dunyoda o'z so'zini gapira olayotgan jur'atli bir davlat sifatida o'zini ko'rsatmoqda. O'zbekiston ham Markaziy Osiyo davlatlari orasida bu mintaqa uchun naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini biz juda yaxshi bilamiz. Mana shu ikkita davlat orasidagi aloqalarni bugungi kunda strategik sheriklik maydonida ko'rib chiqilishi juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Fransiyani bugungi kunda O'zbekiston bilan aloqalari Fransiya uchun naqadar ahamiyatli ekanligini O'zbekiston prezidentini Fransiyani eng oliy mukofoti bilan mukofotlanishi yaqqol yana bir dalil sifatida ko'rsatilishi mumkin. Juda ko'p fransuz hamkasblarimiz bilan gaplashamiz. Fransuzlar uchun Samarqand bu juda ham qadrli bir shahar hisoblanadi. Bu o'sha yana yuqorida aytib o'tganimizdek tarixiy munosabatlarga borib taqaladi. Mana bugun Fransiyani ko'chalaridan biri Samarqand nomi bilan atalishi ham albatta o'sha tarixiy davrlarga bo'lgan hurmat sifatida ko'rilishi kerak. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, takror aytaman, murakkab bugungi geosiyosiy davrda O'zbekiston hamda Fransiyani strategik sheriklik to'g'risidagi kelishuvga erishishi nafaqat bugun, balki ham Markaziy Osiyo mintaqasi uchun, ham Yevropa uchun kelajak iqtisodiy aloqalar, munosabatlar, kelajak siyosiy munosabatlar nuqtai nazaridan juda ham ahamiyatli bir tashrif bo'ldi.